Benim ismim Adam. Yetner padşalığının şahzadesi. Bu yerdə sırlıq Qaliskar qələsi var. Bu yolvas benim en yaxşı dostum. Məndə sırlıq güc-qüvvət var. Lazım bolğanda şəmşirimni çıxırıb qatlıqda olayım mən. Balık çıkıyor ata! Bu çağda yolvas əriş yolvusu qaylınudur. Mən Xiymenge, alemdeki en kudretlik Adem'e aylınım. Benim özgür sırımni dostum Şadutberi son sırız. Yasavul, Dinkin ve Olko üç kişili bilidi. Biz birlikte rezillik menbiyi İlantağ kalasını kelgen alvaslar bilen köreş kılımız. Eğer kızıksanmış yerdi bir dem saklap dur. Bir nevri singlim Edwinna hazırlı kelidu. Oh, bana rast yaptım ama. Oyna. Lan tatağa, Malina aca, sizler bilen körüşkünüm ki intayin hoş olmen. Hoş gelsen Edwinna, qaytıp gelgenligin bek yaxşı boldu. Aslı baldırak keleydigendim, biroq qatnaşıdığan ziyafetler köp boğaçqa. Vaktim yetmedi. Adamını unutmagan sen. Rastlı küçük adam mı? Pah, neymi degen çoğun bop ketken. Qasam qılıman ki, eğer işkimiz nevri aksımıl bulmagan bolsak, o çağda. Edwinna, ben sana ordumuzun sehrigari Olko'nu tanıştırıp koyay. Yaxşı mısın, ha? Yaxşı. Bu ordumuzun Yasavuli, bu onun kızı, muhafıza çetiretinin başlığı değil la. Yaxşı mısın? Bu yerde çakarla bile mundaşkım battı. Bırak pek çarçap kettim. Nime? Çakarla? O neymiş ki bizne? Meni öge kırıp koyamsa adam, ha? Elbette buludu. Hoş alileri, ya sağ ol. Dip emes değil ha. O Dihşah'nın diyen kızımış. Ben bundak edepsiz tekebbür adam zat körüp bakmağım. O nimdigen olmak, ömtüröyle. Emdi boldu kıl oku. Undak bek aşırı etme. Ben rastını etiyordu ben. O ne için rastını çıraylık da? Kırım, sizinle karşılığınız Edwinna hanım. Siz bile yüz görüşüyüzsüden soğuk geldim. Kaltıs. Bulap gitken o. Bu kıl bunun layık hiç kandak sünnet boyumu etkenmepti mi? Kandaklı boğmuşsun. Sana rahmet Oko. Oko, nasıl Oko? Oko. Suskun. Ay, ciddileşme pistek. Eğer ben erzimez bir küçük şahs bulmagan bolsam, onun bir obdan soğuk tutkan bolsam, beni hakiki yaxşı göretti. Oko, hakiki dostun sitip ağıl bulmaydı. Şundak dostum, tetigrek bol. Senin hakiki dostların az emez. Yaxşı mısınlar dostlar? Bilmesliğin mümkün Edwinna, aldığında tuğunu kahraman. Kahraman? Nemi kahraman? Rasma? Şundak, bir neçe yıl ilgiri Oko mening jenimni qutulduğun. O bir buran çapqınlık yağmur pəslidiki vaka. Ben o çağda tek güdektim. Şu günü ben erş yolu bilen bildi sırtqı oynağılı çıqqan. Oynap mağa ordudan yıraqlap ketiptimiz. Tuyuqsuz buran çıkıp yağmur yağdı. Biz ezip bir patkaqlıq kep qaldık. Adam, endi qanday qılımız? G'am qilma erş yolusu, biz çokum aman bolamiz. Ameliyatda biz yordamsiz qolmadik. Shu kun patkaqlıqda yana bir kishi mi bor ekan? Men nagab qoldim. Bu trolla emas-ku.
Aslida o bo'ron kishi ishongisiz darajada qattiq chiqib, Okoni o dunyodan uchirib yerimizga kelib qo'yibdi. Qutquzinglar! Qutquzinglar! Ular falokat yo'l tutdi. Chidab turinglar bolalarım. Aslan, kızman. Sehrlik medalim. Buyruq qilaman. Anlab tur. Siz qaramdan ko'rsat. Ularga yordam qil. Mana bu ulug' Okoning yana bir yaxshi ishi. O ana shundoq jasur bo'lg'achqa biz uni o'rdimizga kelib oldik. Mana bu do'stimiz Okoning qahramonligi to'g'risidagi hikoya. Sen shu chog'dan boshlab sehringni ish qilibdikan-senda. Mening bu cho'ng medalim sehri bilan har qanday narsani tepkila oladi. Afsuski, hozir u yeningda yo'q-da. Aka! U tunugun akşamda buraya yo'q o'xshaydi. Ey, Oko atdigalik tamoqdan zodli qonmaydi-ku. Qara, karavotida yotmabdi. U patqaliqda yo'qitib qo'ygan medalyonning qiymati 100 kerak. Seningcha, u rostli shunday qiladimi? U shunday qilishi ehtimol. Eng yaxshisi biz u yerga berishni avval uni tepib kelaylik. Sehri medalini tepilsa so'g'atni paydo qilib bedivini taqdim qilatdim. Esimda qilishcha mush atrofda qo'ydayman. Kim? Kimsa? Osman! Bu yoqqa kel. Yuzni tukuva kalvan. Seni aşık olay talantingni hozirla ishlatamiz. Qadimki behush qilish dorisi qani? Mana moyada. Ben bu dori orqali mush qop-qora patqoqliqda o'lgan jin olvoslarni uyg'otib, ularning yordami bilan Etner podshohligini bo'ysundiraman. Ko'rdingmi? Yo'q bo'lmaydi. Men darhol berib ma'lum qilay. Hey, bu yerda kim bu? Etner podshohligining haromzodasi Oko. Uni o'zim bir taraf qilay. Qorong'i sehr kuch, qontingni yeb, bu kichik mal'unni bu yerga ko'chirib kel. Yaxshi, yaxshi. O mug'ambar shumtak. Xayol qilma. Xiyman kasdan avvalni tortdi. Ha, rostmi? Biz xiymanga tayyorlagan narsani bu shumtak ko'rsatib qo'yaylik. Bana qarab baq, kim keldi? Osman, kallangni ishiltib, bu ablahni bo'ysundirgin. Bo'ldi. Aslanqa o'xshash yuvosh bu. Gap angla. To'g'ri. Endi o'rnini pam bilan oldigan fursat keldi. Adam kelmaydigan bo'ldi. Bu yaxshi ish. Uning orzusi yaxshi, lekin ishning nuqsonsiz bo'lishi notayin. Agar u bizning xiyma bilan aloqa qilishimizga yordam beradi, cho'ng rol o'ynagan bo'ladi.
Qar bo'ronning kuykurgan ovozi. Anladım. Kalma. Biz ordudan kelganlarni qarshi ilish murosimi o'tkazaylik. Olg'a! Ehtiyot qil. Qara do'stim, Dila bilan yasovul kelishmas kuchirdi. Dikkat Dila, biz hücum uçurduk. Atla, ular yer tushib ketadigan bo'ldi. Dila, yasovul! Biz bu yerda xiyma. Men sizlarning falokatga yo'liqqanliginglarni ko'rib yordam qilg'ili keldim. Halimizga mush atrofda ekansiz, Stratos. Ben zaten düşünemedim. Bu cin alvaslar zaten nereden kelgendi o? Men bu bilemedim. Men şunun ishonamanki, bu cho'qim iskilit shohning qilgan ishi. To'g'ri aytding, Xiyman. Iskilit shoh! Okoni qo'yib, agar bo'lmasa men seni Bu kishini bezor qilgan shumtak seni hamroyinglarga deyman. Qara. Çok bir alvas kilivatıdı. Yo'q, bir emas, 100. Biz ularni ordiga olib tushlik tomoq qilaylik. iskilit shoh, ham xiyol qilma. Kechir, Xiyman. Sening cho'g'chiliging mo'shinchilik bo'lsin. Biz mangaylik. Dikkat, bu yer yeni birisi geldi. Qo'lingda gasbini tut. U yaramas albasti. Endi o boshqa yoqqa boramaydi. Rahmat sana Stratos. Biz endi hamrohlarimizning yoniga boraylik. Hoy. Stratos, sen Dila bilan yasovulni o'rniga yetkazib qo'ysan qandoq? Albatta bo'ladi. Yaxshi, biz iskilit shohga qo'g'lab zarbamisak bo'lmaydi. Ular xelili yiroqlab ketdi. Edivinna, Oğlandı dağa. sen bayatı muşu yedimittin balam. Kichik apang bilan ikkimiz seningdan ansiraymiz. Kechiring dağa. Biroq, sizlarning bu yerdagi narsalar bek chiroyli ekan. Bu ziyofat ishlatilgan zinnat buyumlari. Men sana ko'z tutib qo'yay. Agar siz ko'z tutib qo'yay deysiz. Neymiş bo'ldi? G'oyat bir cho'ng olvosdi. Yo'qolib ketgili ko'p yil bo'lgandi. Qanday ahvoli? Rendisha. Darhol taslim bo'l. Bo'lmasa mash'ilim ordangni kulga aylantirib o'tadi. Suyimligim, sen va Pikil podshohlikni qo'g'dash uchun eng yaxshisi ma'qul bo'ladi. Shumtak. Çataq yoxdu oku. Hech kim yo'qda qiladi. Bu iblis iskilit shoh oxir jazosini yemay qolmaydi. Nima uchun bizni qutuldirishga odam kelmaydi? Hey, sen nimadan qo'rqsa? Sen sehrgardingmi oku, ha? Men azaldan turmay kirib topmoqchiman. Mening korim yo'q. Men chiqib ketdim. Sirliq sehri kuch, qalbimga quloq sol. Temir shapkadan bizni chiqaraver.
Kratos, iskelet şah adamları bilen ordu deyken. Adivine özen verme. Oh, bu rastlı cesaretlikken erş olursa. Şundaq mıka, ben onundan kılışmayım ha. Qani, etlerini boysunduruşum üçün kötüreyli. Bizning etmirni bo'ysundirishimiz uchun deyish kerak. Ziyofetga qatnashsak bo'la? Ha? Yasa ol, Deyla. ulanı tut kalva. Meni qo'yvat. Meni qo'yvat. Oldu da. Senle kaldın iskelet şah, yani karşılaşmak için sen. Ahmak! Sen tıkın menimle ilişmakçı mı? Evvel benim çaparmenlerim bile tutuşup bakın, hayvan! Oo, olmasın bizi kıralım. Nima, ben hiç nesini göremedim bu. Mening sehri medalim. O cho'qim qirpat qoqisida yig'nab chiqqanda, uning dumbisiga choplashib qolgan. Oko, to'xtab tur, qaytib kel. Qalandi. Men seni qo'shdim. Sening bo'shab chiqishingni tilayman. Ro'loynadi. Oko, men uning bilan bu yerda birdam hapilishib turay. Sen uni ketkizib o'tishning amalini qilgin. Hay! Buni çayını bitemeyse çişlep tuğun. Yani bir qatim çişlep baksan qandaq? Oka, to'xtab tur. Oo, idibin naqinam. Oga, men sening iqtidoringni bildim. Har qanday ishni qila oladi ekansan. Shundoq, biroq endi men uning bilan do'stlarimni qutuldirman. Nima qilishinglar bilan korim yo'q. Biz bu qo'rqinchli joyni tezroq ketaylik. Oo, yo'q kelsam bo'lmaydi. O'ylab boq, biz nurg'unlagan boylikqa erisha olamiz. Millioner bo'la olamiz. Men sening eng yaxshi do'sting bo'lib qolaman, ha, Oga? Oo, yo'q. Do'stlarim to'g'ri aytadi. Siz meni haqiqiy yaxshi ko'rmaysiz. Faqat bu mening sehri medalimning karomatini yaxshi ko'rasiz. Oo, bundoq bo'lmagan bo'lsa yaxshi bo'lardi. Oko, sen rastlı bahtır ekensin. Sehir medaling bilen bizni qutqazding. Afsuski üzenge qimmatli bo'lgan bir narsadan mahrum qolding. Senin qo'shgan töhfang uchun rahmat. Bu hech qancha emas. Edivinna, sen öz qilmishingdan nomus qilishing kerak. Hech bo'lmaganda qo'pol, adabsiz va shaxsiyatchilik aybingni tuzat. Oo, idibin naqinam. To'xtab turing. Bilaman, bizning munosabatimiz ancha yaxshi emas. Biroq yanada buni xotir o'rinda qabul qilasiz, ha? Oh, qandoqli bo'lmasin, mening yaxshi gapimni qildiganlar borkan. Ha? Menimcha Oko so'g'at orqali do'stlikqa erishgani bo'lmaydiganligini tushunish kerak. Meningcha Oko bu savaqni menga unutmaslik kerak. Bugungi vaqa har qanday boyliqdan qimmatli bo'lgan bir narsani isbotlab berdi. U bo'lsa do'stlik. Oko do'stlikni setib olgani bo'lmaydiganligini tunib yetdi. Boshqalar sog'ingizni qabul qilib do'stligini izhor qilish mumkin, lekin buni hargizmi ishonchlik degili bo'lmaydi. Haqiqiy do'st sovg'atni emas, odamni yaxshi ko'radi. Shunga do'stlikni setib olish qo'ydi bo'lmang.
Muhimi kishilarga samimiy, sodiq va adab axloq bilan muomala qiling. Shunday qilgandala haqiqiy do'stlikqa erisha olasiz. Xayr.